Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xayrli kunlar. Yosimjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Yorkent shahrining kungay tarbiga joylashgan Jahonbog' ismi jismiga loyiq hashamatlik bog' edi. Jahonbog' ko'lamining cho'ngligi bilan emas, ahyo qilingan mevalik dal-daraxtlarning ko'pligi va turining xilligi bilan butkul ma'lay suyarda yegona hisoblanadi. Qurilmasi bir-biriga tüptün o'xshamaydigan 3 köşik, 6 ravaq bu baqqa ba'ayni xon sultonlarning xos chahar beg'idek so'ylab beg'ishlagan edi. Köşik degan bog'cha ichiga silingan hashamatli uy, qasr, dacha deb izohatda. Bog'ning o'ttirsidagi kichikroq suv ombiridan qilishmig'idek ko'lning suvi yoz bo'yi o'ksimeydi. Şuna tomuz issiqdimi Jahonbog'ning havosi shaharga selishtirganda xeyli salqin edi. Ko'l bilan köşik ravaqlarni 2 qadam kenglikda ilingan yo'l tutashtirib turibdi. Yo'lga ko'k daryo qumi yeyitilgan bo'lib, odam yalang'oyoq mengib sayli qilsa, o'zini to'liq rohat his qiladi. Yo'lning ikki tarafidagi tosh eriqlarda so'p-so'zuk suv shildirlab yiqib turadi. Kandup etizlarda o'stirilgan rangarang gullar, uchib yurgan kepnaklar bilan o'sin talishadi. Yiqib ko'ndirilgan bo'g'maral, kiyik jaranlar ko'zga cheliqadi. Mirza Abubakri Qashqardan olaydan yo'qlab kelgan inisi Ömer Mirzani Jahonbog'da kutib oldi. Validamizning ahvoli yaxshidir. So'ridi Mirza Abubakri salom sahat rasmiyatlarini baja keltirib bo'lgan inisini endi o'ltirg'izib. Xudoga shukri, tinch amonlik. O'zlariga ko'pdan ko'p duoyi salom yo'lladi. Dedi Ömer Mirza tavazu bilan bosh egib turib. Silini salomatlikni asrasin, beshi sajim topganda Qashqarga kelib ketsin, sig'inib qoldikanman deydi. Alloh xolisi cho'qim shundoq qilaman. Dedi Mirza Abubakri. Menmi ko'p sig'indim. Biroq pat yaqinda Qashqarga berishga amalsizman. Isyonkor xotin amirlarining ishini bir taraf qilib bo'lgandan keyin Yorkentga akeldirarman bo'lmasa. Nimani degan bilan validamizning Yorkentga boshqacha mehri bor. Jannat makon otimizning qadam izi tekkan, ajr singan yurt emasmi bu? Sizlar toz asliyamaydilar haqiqat. Ana o tillaran köşkni marhum otimiz Samarqanddan me'mor akeldirib yasatgan. Boshqa köşklarga qaraganda kichikroq bo'lgani bilan shakli, nusxasi o'zgacha. Elib kelgan sovg'a salomlarini topshirishga oldirab turgan Ömer Mirza akasining so'zlarining tugashini kutib jim o'tirdi. Mirza Abubakrining kayfi to'liq chaq edi. Inisiga gap qilishga fursat bermay so'zlaydi. Qashqardagi vaqtlarda kam so'z, xiyolchan yuradigan akasining boshqacha so'zman, xushchaqchaq bo'lib qolganligi Ömer Mirzaning diqqatini tortdi. Bu Sar Amir Muhammad Haydar Mirza janoblarining o'zlariga yo'llagan maktubi. Dedi Ömer Mirza qo'ynidan bir poch xatni chiqarib. Yana texi onamning siliga avatgan ozroq pishkashlarimi bor? Mirza Abubakri sovg'atlarga ancha eran qilib ketmadi. Xatni qo'liga ilib oldirab o'qishga boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Olam imoratini bino qilg'uchi qudratlik, yegona Tangridan farzandim, sir-sifatlik Amirzodam Abubakri Mirzaga omonlik tilayman. Avatgan maktublarini topshirib edib, mazmunidan voqiflandim. Saltanat ag'yorlarining riyolaridan vaqtida xabar tepib, chaqmoq tezligida lashkar tortqanlari hamda soxta farmon tadbir bilan Yorkentdagi ra'yatni yog' balosidan saqlab qolganlari nihoyat yaxshi bo'pti. Ko'ngillarni to'q tutsizlar. Ijozatsiz lashkar tortdi deb zinhor og'rinmaymiz. Sarkarda sirti turgan vaqtda farmon saqlab turmasimi bo'laverdi. Yorkent amiri Mirza Yantoqbek qilmishiga tushliq jazosini yepti. O'z vaboli o'ziga.
Buyuk saltanatga put atqanlarning jajısını aşındaq beriş kerak. Xotandagi og'i ini Mirzlar uzundan beri bizga itoatgarligini sunishdan bosh tortib, farmonimizga sarkashlik qilib kelgan bo'lsa-mu, qarindoshlikni a'lo bilib, hamda saltanatning muqimligiga daxl yetib qolmasin deb sukut qilgan edik. Amdilikda ular xon oliylar qarshi chiqishga petinib, riyoga niyat qilibdi. Ol riyokorlarni jazolamoq uchun ballarga sadoqat va jasorat kamarlarini bog'laganliklaridan bakli so'yindim. Aslida sizlarga ko'maklashish uchun sarkarda lashkar mangdirsam yaxshi bo'ladi. Biroq ular tex rasmiy yo'sinda isyon tug'ini ko'tarib chiqmaganlik uchun avval lashkar tozsaq, asli muddasini yo'shirib, xon oliylariga arz qilishi mumkin. Ol chaqda ordu bilan o'ttirimizda tushunmaslik paydo bo'lib qoladi. Shunga yana ehtiyotni afzal ko'rdim. Sizlarni aldiraqsallikdan saqlanib, hozirlik ko'rgach farmon kutgaylar. Fursat pishib yetilganda ko'maklashishga sarkar lashkar mangdirib berman. Sul chaqda lashkar tatib berib, ularni biroqli qo'lga olg'aylar. Xayr, qayta didor muloqotda bo'lguncha omon bo'lg'aylar. Padadlari Muhammad Haydar Mirzo, validalari Oyjamol og'ichidan deb bilurlar. Xatni o'qib tugatgan Mirzo Abubakri bir bas xiyol surib o'ltirib qoldi. Chiroyidan Muhammad Haydar Mirzodan kutgan javobga erishamaganligiga afsuslanganligi chiqib turadi. Muhammad Haydar Mirzo ustalik shiltib Mirzo Abubakrga hukumat nomida emas, shaxsiy nomida maktub yozgan edi. Mirzo Abubakri uning hukumat nomida maktub yozishini, balkim Xotanga darrov lashkar tortishga farmon berib, Qashqardan biror tuman lashkar avatib berishni tamak qilgan edi. Xotandagi oku Mirzlarga ko'nglida g'um saqlayotgan Muhammad Haydar Mirzoning oldi kaynini o'ylashmayla Qashqardagi lashkarlarni avatib berishiga shaksiz ishongan va o'sha lashkarlarni qo'liga ilib olgandan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlari haqida shirin xiyollarni surgan edi. Shuncha bosh qotirib yozgan xatim uni ishontirolmagan o'xshaydi. Bo'lmasa shaxsiy nomda maktub yozib, yo'qolan bahona sabab ko'rsatib o'ltirmas edi. Yoki Yorkentdagi ishlarimdan xabar topganmidi? Yoki Yorkentga lashkar totqinimni batgumon bo'lganmidi? Ajab Yorkent hukumati haqida hech nima demabdi. Hech bo'lmaganda Yorkentni boshqarib turg'aylar deyish kerak edi-ku. Uning muddasi zodi nimadi? Yenida Bahramon kavob yeb o'ltirgan inisiga yertegidan qarab qo'ydi. Ömer Mirzodan osmoqchilab so'rab boqaymiya. Lekin mahkamada uning martabasi to'van. Sar amir muhim kengashlarga uni qatnashtirgan emas. Har holda uning og'zini ko'chilab boqay. Sar amir Yorkentga lashkar tortqinim xususida biror gap qilmadimi? Mektubda bu haqda bir narsa yozmabdimi? Qasdan galvonlik bilan so'radi Ömer Mirzo. Bu haqda aniq bir narsa demabdi. Xotanga lashkar tortishimga ijozat bermabdi. Ol og'i ini Mirzlar munofiq Mirzo Yontaqbekning ishidan xabar topsa, ehtiyot tadbirlarini ko'rib oladi. Bu muddaimni maktubimda sar amirga aniq bildirgan. Ularga fursat bermay, tuydirmay lashkar tortish kerak edi. Balkim aytganlari to'g'ridir. Ko'proq javobga erishish tamasida taqozo bo'lib turgan Mirzo Abubakrga inisining bir ig'izli javob berib o'ltirishi faqatli yoqmadi. Yo'llagan maktubim yetib borgan kuni sizlar saroyda yo'qmidilar? Saroyda edim. Maktubni avval sar amir o'zi o'qidi. Ondan farmonchi bagni o'qib berishga buyurdi. Amirlar bir nima deyishmadimi? Deyishdi, dedi Ömer Mirzo akasining muddasini pamlab. Yorkentga ijozatsiz lashkar totqanliklaridan hamda soxta farmon yo'sig'anliklaridan norozi bo'lishgan edi. Sar amir ularni ayblab chimiqtirdi. Sizlarni saltanat uchun yoshirin ofatni yo'qotdi deb maqtadi. Shunga sar amir meni xotirjam qilish uchun sizlarni aloydan avatibdi-da. Yo'qsa, dedi Ömer Mirzo. Sar amirga Yorkentga berish muddaimni aytib edim.
Ağalarını sığınğan bolsalar berip kesdiler deb icazat berdi. Mağar vaqtimda ağaç kestiler deb ushbu maktubni yozib berdi. Qashqarda xususan amirlar orasida men to'g'riliq boshqa gap anglamagandilar. Hammaning og'zida Silining Yorkentga lashkar tortib berib Mirza Yantoqbekning kollasini olganliklarining gapi. Uningdan boshqa gap yo'q. Mirza Abobakri biroz qanoat topgandek bo'ldi. Balkim Ömer Mirzaning deganlari rostdir. Sar amir damalliq gumonlansimi, qo'lida dalil isbot yo'q. Hay afsus, Xotanga lashkar tortish haqida farmon tushirib, lashkar mangdirgan bo'lsa, ancha g'am qilib ketmaydim. Biror tuman lashkar bilan xeyli cho'ng ish davratkili bo'ladi. Yorkentdan cherk yig'sam, ularni mashqlantirib, mahorat o'g'itib, jangga yorg'ida qilib bo'g'ish halam vaqt ketadi. Mayli, biroz ta'xir qilay. Gapini anglagan bo'lib edib, ishonchini qo'lga keltiray. Yana maktub yo'llab Xotanga lashkar tortishga da'vat qilay. Ishonchim komilki, u Xotandagi og'i ini Mirzalarning ishiga kelganda sabr toqat qilib turavermaydi. Uning ularga bo'lgan adovatidan yaxshi foydalanay. Sharobga maylilari bormikin? So'radi xeyli xotirjam bo'lib qolgan Mirza Abobakri. Iltifotlari, lekin ziyoda ko'p icholmayman. Mirza Abobakri bir chetda qo'l bog'lab turgan Bekavulbekni sharob akilishga buyurdi. Endi Qashqarga ketaman demisizlar, dedi sharob ichib xeyli tanshilib qolgan Mirza Abobakri. Yorkentga kelib menga hamdamda bo'lsizlar. Lozimim bo'lsa albatta yonlardan ketmayman. Yorkentda ancha uzoq turmaslar qichim. Rizqimiz mush yurtga chechilgandek qiladi. Qashqarda nim bor? Mo'lay Suyar amir mahkamasida har qancha yuqori mansab tutsaqmi, bir viloyatning amirligiga baribir yetmaydi. Bu yerda qilaman deganni qila olamiz. Pat yaqinda og'i ini Mirzalardan Xotanni olsaq, ikki viloyatga og'i ini ikkimiz tang ig'dorchilik qilamiz. Aytqanlar kelsin, dedi Ömer Mirza chandurmay. Qani sharob ichayli, qadahlarini tutsila og'a. O'z qo'lim bilan sharob qo'yib beray. Ma'u gaplari joyida bo'ldi. Qachongiz haqqi navkar bo'lib yashaymiz? Bizning bir tasarrufga posbon bo'g'chiligimiz bor. Mastak ko'ringan Ömer Mirza akisining har bir eg'iz so'zlariga zehn qo'yib quloq solatdi. Uni chandurmay gapga solatdi. Mirza Abobakri inisidan ancha ehtiyot qilib ketmadi. Ular shu kuni Jahonbog'da qo'nib qoldi. Tong sahar. Bomdod namozini o'qiyilibla bog'ning manzarasidan huzurlanayotgan Ömer Mirzaning xiyolini xizmatkor bo'lib o'tdi. Amirzodamni oliylar noshtaga saqlab qoldi. U xiyolini yig'ishtirib xizmatkorga qaradi. Onunğa xizmatkorning akisining amirlik martabasini atmay, oliylari degan hurmat atalg'usini ishlatganligi g'alati tuyulgan edi. Boya nima deding? O'zidan nima savallik o'tganligini bilmagan xizmatkor o'diqib ketib, degan gapini qayta takrorladi. Amirzodamni oliylari noshtaga saqlab qoldi. Oliylari degan. Ömer Mirza xirildab kuldi va mang'ash xizmatkorni gapga soldi. Sen mushu bog'ning xizmatkorimi? Yo'qsu Amirzodam, kaminalari O'rda Bekavulxonasining g'izo to'shig'uvchisiman. Mahkama xizmatkor ekansan-da. Xizmatga kirganiga qanchalik bo'ldi? 5 yil bo'ldi-ku deyman. Shuncha yil mahkamada xizmat qilib turibluq. İzzat hurmat atalmalarını joyida ishlatishni bilmaydi ekansan. Saltanat posiboni, ya'ni xon sultonlarning oliylari, on hazratim, qibligohimiz, davlat panoh degan iboralar bilan ataymiz. Amirbaglarni bo'lsa hazratim, janoblari deymiz. Mushunchalik yo'sinni bilmamsan? Bilaman, lekin xizmatkor levini tishlab, kepining oyog'ini yutib o'tdi. Bilib turib mushunda xato so'zlasam bo'lamdi.
Çoğun kichik yuqori tuvanni almashtirib gunohga buyurilsa. Amirzodam yorkentga texi tunugun keldilar. Şunu bizning bundaq atışımız g'alati tuyulyotdi. Bundaq atash bizning ixtiyorimiz emas. Ömer Mirza xizmatkorning gapining tagida gap borligini his qildi. Birovlar ashundaq atashni buyurgan o'xshamamdi. Shundaq Amirzodam. Kim? Bekavulbek. Bekavulbekning sarang bo'pti. Ömer Mirzani xato tushunib qoldi deb o'ylagan xizmatkor tushuntirishga boshladi. Uqishmaslik bo'lmasin Amirzodam. Bu Bekavulbegimning buyrug'i emas. Mirza Abubakr oliylari ashundaq atashga farmon bergan ekan. Dastlabida bizmi ko'nalmagan. Sil bilmayla, farmonni yodida tutmay odatlangani bo'yicha janoblari deb atagan bir qanchalarning tili kesildi texi. Ömer Mirza cho'chib ketdi. Chaqchaq qilyapsan yoki? Yo'qsa, chaqchaq qilish qaddim emas. Xizmatkorning chiroyidagi tashvishni ko'rib, Ömer Mirza qayta gap so'ramadi. Naştılık tıllarang köşkdə rastlanğan idi. Assalamu alaykum, tanlar salamat, ustaxonlar yengil qo'piqlimi ağa? Va alaykum assalom. Dedi choy ichib o'tirgan Mirza Abubakri inisining salomini ilib kelib. Orduqlar chiqib qopdimi inim? Xudoga shukri, orduqim obdalla chiqib qopdi. Naştılıqqa tizilgan nozu ne'matlarning mo'lliqidan dasturxonning yuzi ko'rinmayli qolgan edi. Ömer Mirza buni akisining o'zi uchun alohida javo'g'ini deb tushundi. Lekin Mirza Abubakrning oldiga qo'yilgan oltin, qoshtishi, qoch piyolalarni ko'rib biroz taajjublandi. Odatda oltindan ishlangan bu buyumlar faqat xon sultonlarga xos edi. Amir beylarning ishiltishi cheklangan edi. Ömer Mirza ishtihosizla nashta qildi. Shu topda akisining nashta qilishlari ko'zga sig'may yotdi. Bir mahram akisining o'ng yonida turib, xos uning piyolasiga choy quyib beradi. Bir mahram dasturxondagi turli noz-ne'matlardan bir luqma yoki bir burdadan ilib, uning oldidagi oltin taxsiga selib berayotdi. Bu qanday qiliq endi? Og'amning hashamati Sulton Yunusxon oliylarining hashamatidan ishib ketibdi. Mahramlar uning og'ziga sep qo'ymag'anini qapti. Bilishimcha, Sulton Yunusxon oliylari to'limi oddiy g'izalnatdi. Hargiz isrofxo'rlik qilmaydi. Dasturxonga eshib ketsa 3 xildan ortiq taom tatqizmaydi. G'izani dasturxondan o'zi ilib yeydi. Faqat o'rda ziyofatlarda xos sharobchi ishlatadi. Og'amning xos choychi, g'izochisi bor ekan. Bu gunoh, ig'ir gunoh. O'rdaga qaytayli, dedi Mirza Abubakri duodan keyin das o'rnidan turib. Bog'ning sirtida saqlab turgan 500 nafar xos nökər Ömer Mirzani yana bir qaytim hayron qoldirdi. Ular Mirza Abubakrini ko'rib, qaddini ruslab salom berdi. Assalomu alaykum, qibligahimizga ehtirom bo'lg'ay. Bayam hiliqi xizmatkorning degan gaplar rost ekan-da. Xos oqtichi tum qora otni yetlab keldi. Chapchib turgan sho'x ayg'ir haqiqatan esil nasllik otlardan edi. Otning no'xta, yugan, chulbur, egar, uzangilari oltin, kumush va allaqandoq esil toshlar bilan zinnatlangan edi. Ular otga minib shaharga qarab mengishdi. 500 nafar xos nökər ularga ergashdi. Otlarning bo'yniga, jabduqlariga esilgan qo'ng'iroqlar bilan tuyoqlardan chiqqan ovoz xeyli bir yergacha anglanatdi. Tuyoq ostidan ko'tarilgan to'pichang bo'g'ina qosil qilib, xuddi tuyuqsiz quyun ko'tarilgandek tuyg'u beradi. Kishilar otlarning tuyoq ovozi va qo'ng'iroqlarning jiringlashishini anglab, yo'l chetiga o'tib, qo'l bog'lashgunicha ehtirom bildirishadi. Buncha katta sur hayvani ko'rib boqmagan Ömer Mirza qo'l bog'lashgunicha otlarning tuyuqidan ko'tarilgan bo'g'inoqlarga ko'milib ketgan kishilarga esdoshlik, xijillik bilan qarab qo'ydi. Bu sur hayva Amir mahkamasining darvozasiga kelguncha bir xil ritmda davomlashdi.
Xan aliyləri gəldi, deb baqırdı saray begi. Әтегенде sarayga kelib saqlab turgan əmirlər Mirza Abubakirni ko'rib, gurrida o'rinlaridan turishqanicha qo'l bog'ladi. Assalomu alaykum, xon oliylarining oltin bo'yiga esanlik tilaymiz. Mirza Abubakir əmirlərning salomini ilik olmasdan oldirmay menib sarayning to'ridagi 9 paylik shaxsupining ustiga joylashtirilgan, ustiga yo'lbos terisi selingan oltin taxtga kelib o'ltirdi. Ondan Ömer Mirzani taxtdan 3 qadam töven tarafda qo'yilgan kursiga o'ltirishga taklif qildi. Bu yoqqa kelib joy olsinlar qadrlik inim. Ömer Mirza qo'ringan holda kelib o'ltirdi. İcazat, joy olsinlar, dedi Mirza Abubakir texchi o'rtirishgan amirlarni o'ltirishga buyurib. Qibligahimiz marhamatlikdir. Amirlar minnatdorlik bildirishgandan keyin amal martabasi bo'yicha joy elishdi. Ma'lumotlar bo'lsa yetkazgaysizlar, dedi bir chetda o'rtirgan saroy begi. Ömer Mirza ko'z oldida yuz berayotgan bu ko'rinishlarga hayron bo'lgan holda tuvanda o'tirgan amirlarga sep soldi. Uning nazari Mirza Amin Qulbek, Mirza Qosim Dug'lat, Mirza Husaynbek qatorliq 3 amirga tushganda bir necha daqiqa to'xtab qoldi. Ular Ömer Mirzaga qarab, xushomadgo'ylik bilan kulimsirashga ulgurgan edi. Mo'g'ul shahrining sar amiri Muhammad Haydar Mirza tarafidan mansibidan qoldirilgan bu 3 amir barliq amirlarning yuqorisida o'ltiradi. Qashqarda paydo bo'lgan mish-mish gaplar rostkan. Texman ularni jinoyatidan qo'rqib qochib ketgan chig'i deb o'ylab ekanman. Sar amir jazo divonining bexudlik qilib, ularni nazarda qilmag'iniga bekli qoyib ketgan edi. Aslida ular yorkan kevagan kan emasmi? Bu degan ochiq oshkora saltanat putatqanlik. Og'am ularni nemishqa qanot ostiga olgandi. Texi e'tiborlab ketibdi desa. Ularning hammasi og'amni oliylari, qibligohimiz deb atab o'tadi. Bu degan riyo, osiylik. Saltanat qonunida xondan boshqalarni bundoq atash cheklangan. Bu degan qo'lli ketadigan gunoh. Ajaba, og'am buni bilmamdikin-a? Ömer Mirza xiyolan yig'ishtirib nazarini oksiga og'dirdi. Mirza Abubakir go'yo xon sultonlardek sur hayva ko'zitib, amirlardan ma'lumot olish bilan mashg'ul edi. Amirlar uning oldida ta'rlab, titrab turishadi. Xo'sh, janob amirlarga aziz bir mehmonni tanishtirib qo'yay, dedi Mirza Abubakir inisiga loppada bir qarab qo'yib. Enim Ömer Mirzani ko'pinchalar taniysizlar. Qashqardan bizni alayda yo'qlab kelibdi. Saltanat ishlarimizga hamdamda bo'lmoqchi. Hozircha qora divonga o'rinbosar bo'lib, ordining kundalik muomalalariga muvakkal bo'lg'ay. Amirzodamga ehtirom bo'lg'ay, deyishdi amirlar gurrida o'rinlaridan turishi. Ömer Mirza das o'rnidan turib salomni ilik oldi. Har birlariga ehtirom bo'lg'ay. Janob amirlarga ijozat, dedi Mirza Abubakir. Qibligohimizga omonlik tilaymiz. Amirlar Mirza Abubakirga yana bir qatim salom bergandan keyin saroydan asta chiqib ketishdi. Nada turg'ulari bor ekan? Orda takixonasidan joy rostlatib beraymi yoki sirtdan biror qasrni jabdib beraymi? Orda takixonasi degan orda mehmonxonasi degan ma'noda deb izoh. Sirtda tursa erkin ozoda harakat qilishga qolaylik bo'lganligini pamlagan Ömer Mirza oldirab javob berdi. Mumkin bo'lsa sirtda turaymikin? Mayli, shundoq bo'lsin amisi. Bugun kechgacha qasrlar tayyor bo'ladi. Sizga hamroh bo'lolmaydigan bo'ldim. Xolislar bir necha nökar elib shaharni tamosh qilsinlar. İltifatlarga tasanna, dedi Ömer Mirza yolg'iz harakat qilish imkoniyatiga erishganidan xush bo'lib.
Ular saraydala xoşlaşdı. Bugün Yarkent şəhərinin havasımı, Mirza Ababəkirning çırayımı oxşashla tutulub ketgan edi. Saray tımtaslıqqa çömgən, əmirlərinin başları günahkarlardek sangılğan idi. Ular hazırlı bir kimni ölümgə buyuruydigandek elpazda o'ltirgan Mirza Ababəkirning nazariga tushib qolmaslikqa tirishib, vahima, tashvish ilkida kirpidak tugilib elishgan edi. Shu tapda xazinəyə topshirishga tegishli boy seliqlarning to'liq yig'ilmag'inidan Mirza Ababəkirning qattiq g'azabi kelgan edi. Yorliqimizni tövanga mağdırıb qo'yish bilan ish bitmaydi, dedi Mirza Ababəkir Əmirdani ko'z o'ngidan bir qur o'tkazgandan keyin sal tasqo'yga tushib. Surishtisini qilish kerak. Ya'ni kimki quruq ma'lumot yo'llab qarab o'ltirdi ekan, kallasiga izi bo'lsin. Aliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Seliqchi bey tamtirginicha qo'l bog'lab. Har qaysi yurt beglari ko'p sondagi ra'yatning qo'lida ishimchisi yo'q. Kelar yillik bosh seliqni oldin topshirish qistisaq, yeydig'inimi qolmaydi deb arz qilishyotdi. Sizlar nima demoqchi? Seliqchi bey qo'qqinidan tugilib ketdi. Cheksidan purrida tar quyildi. Duduqlab turib javob berdi. Ra'yat kelar yillik bosh seliqni oldin topshirishga norozi. Ra'yat degan azaldan bosh seliqni xushallik bilan topshirgan emas, dedi Mirza Ababəkir Seliqchi bekning so'zini bo'lib. Ular bosh seliqni oldin topshirsa o'lib qolmaydi. Ayni mudda, dedi Mirza Sadirdan Qushchi xushomadgo'ylik bilan hijoyg'inicha so'z ilib. Oliylarning yorliqiga binoan yangidan olgan cheriklarning soni hozir 3000 ga yetdi. 2 hafta ichida yana shunchalik cherik yig'ishimiz mumkin. Pul-pichak, kiyim-kechak, osh-oziq, qurol-yarog', ot-uloq bo'lmasa, ularni nima bilan beqib mashg'ullantiramiz? Xot yaqinda Xotanga lashkar tortishga tayyorlanyapmiz. Lashkar yurishga bir muncha chiqim ketadi o'taxi. Meningcha, dedi Mirza Amin Qulbey qo'l bog'lab. Yurt beglarining bosh seliqlarni yig'ib akilib berishini saqlab turmay, boshgir seliqchilarga lashkar qo'shib mangdiraydi. Ular norozilik bildiruvchilarni tutib hapsiga olsin, mol mulklarini musodir qilsin. Ikki amirning so'zini anglab Ömer Mirza turolmayli qoldi. Nima deydi ekan deganini qilib Mirza Ababəkirga loppida qaradi. Bo'ladigan tadbirkan, dedi Mirza Ababəkir mamnunlikni bildirib. Gadankashlik qilganlardan bir ikkisining adabini bersak, boshqalar yavaşlaydi. O'yin to'lg'ashib ketolmaydi. Ori, ayni mudda, deyishdi amirlar. Ömer Mirza endi sukut qilib turolmadi. Unda qilsaq bo'lmasmikin, amir janoblari? Dedi u Mirza Ababəkirga qarab. Bosh seliq g'alla paraq topshirish albatta ra'yatning ado qilish tegishli majburiyati. Ammo kelar yillik bosh seliqni oldin topshirgan desak, adolatsizlik bo'lib qolmasmi? Bundaq gapni qo'ysizlar, dedi Mirza Ababəkir qapqini turib. Shu tapda uningga enasining puhralarning g'amini yeb qilgan gapidan ko'ra, o'zini boshqa amirlarga o'xshash oliylari demay, janoblari deb otishib, ochiqini keltirib qo'ygan edi. Bu qandoqsiga adolatsizlik bo'lg'idek. Ra'yat bosh seliq g'alla paraq topshirmasa, men shuncha o'la lashkarni nim bilan boqaman. Uning ustiga avam 1 yillik bosh seliqni oldin topshiranmag'idek darajada nomrat emas. Saltanat soyimizda boy-boy yashab, paravan yashayotdi. Ori, qibligahimiz naq gapni qildi, dedi Mirza Husayn bey. Azaldan mamlakat podshohga taalluqdir. Ra'yat bo'lsa, o'sha podshoh mulkidan foydalanuvchidir. Podshohlarning ul avomni puhrodorchilik majburiyatlarini ado qilishga buyurish haqqi ham bordir. Saltanat posiboni davlatni ra'yatga to'yinib emas, sarkarda lashkarlarga to'yinib qo'riqtaydi. Undaqda podshoh bo'lguchi ra'yatning o'latirilishi bilan kor bo'lmasa bo'ladi ekanda,
dedi Ömer Mirza nəştərdək tikilib. Ol sərkərdləşkərlər padişah səltənətinin təqdiriga qiziqsa kaşki. Şunu bilsizlər ki, rəiyyət degan padişahның adaleti bilan köklaydi. Amma Yarkentdagi əmirbəylərning rəiyyət bilan faqatli kori yo'q. Zulm selish, qamash, qaqti soqti qilish, rishvat ilish orqali hamyonlarni chingdashni qo'ydi. Boy seliq yig'ish, bojgir seliqchilarning vazifasi. Albatta ular bu majburiyatlarini saltanat qonuni bo'yicha odillik bilan ado qilish kerak. Lashkarlarning bu ishlarga aralashish huquqi hech qachon bo'lgan emas. Barcha bojgir yurt oqsoqollarining beshi amirlardir. Amir bo'g'ichi noinsoflik qilsa, bojgir seliqchilarni shundoq qiladi. Balki uningdan oshirib yetadi. Ra'iyatga zulm soladi. Mirza Abu Bakri insi qarab sat birini gülaygandan keyin ta'tir qarab oldi. Uning chiroyiga qarab gap qilishga odatlangan amirlar Ömer Mirzaga hujum qilishga boshladi. Amirzodam har na gapni qilsa, dalil asos bilan qilg'ay, dedi Mirza Qosim Do'g'lat. Bori, Mirza Abu Bakr xon oliylarining adolat nuri barcha omuqasning beshiga xuddi quyosh misoli barobar tushkusidir, dedi Mirza Husayn bey. Agar Amirzodam degandek zulm sistemlar bo'lgan bo'lsa, divon mahkamalarimiz arz shikoyatlar bilan to'lib ketgan bo'ladi, dedi Mirza Amin Qulbey. Buning qandoqligi har birlariga ayon, dedi ochiqdan bo'g'ilib ketgan Ömer Mirza baqamdek qizirib. Shul topda bechora ra'iyatning arz shikoyat qilg'idakmi jur'ati yo'qtirsa, mahkama divonlariga kelishga qandoqmi petini olsin? Amirzodam shundoq deb turib undaqda pokit ko'stib bizni qoyil qilg'aylar, dedi Mirza Sadriddin Qushchi. Oldirmislar, pokitni cho'qim ko'stimi. Bilib qolsalar, pokitsiz so'zlash Mirza Abu Bakr xon oliylari qilingan hurmatsizlikdir. Bu degan adolat dargohi. Xo'sh, undaq bo'lsa janob amirlardan so'rab baqay, dedi Ömer Mirza o'ziga ittiq yepishib olgan 4 amirga qarab. Har birlarining Qashqardan Yarkentga kelganiga ancha uzun bo'lmadi. Ammo ilklarda Yarkent shahrida 3-4 ta qasr saroy, do'kon robotlari, atrofdagi yezi qishloqlardan necha yuz tanab munbat yerlari, necha ming tuyoqlab mol chorvalari bor ekan. Bilishimcha, Malay shahrining sar amiri Muhammad Haydar Mirza hazratlari har birlarini mansabdan qoldirganda mol mulklarini butunlay musodir qilishga buyurgan deyman. Shundoq turuqliq shuncha vala mol mulkni qaysi pulga elishdilekin? Tanab degan o'lcham birligi. Bir tanab 400 kvadrat metrga teng, debdi izohatda. 4 amirning birdan tili tutildi. Ömer Mirzaning bu gaplarini anglab, o'zlariga gumonsirab qaragan Mirza Abu Bakrning ko'ziga ayminib qarashdi. Mirza Abu Bakri Xotanga lashkar tortish bahonasi bilan fuqarolarga aslab olgan siliq solg'in bilan qo'l ostidagi amirbeglarning huquqidan foydalanib xiyonat qilishiga, harom mol jug'lishiga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Bunday qilganlarni sezib qolsa qattiq jazolaydi. Yarkentga kelganiga texnik ish kapta bo'lmagan Ömer Mirzaning buncha vala ishlarni bilib ketganidan qo'rqib qattiq sur bosgan amirlarning shu topda vahimidan tillari tutilgan edi. Enisining so'zlariga ancha ishonmagan Mirza Abu Bakri 4 amirning birdan yavaşlab qolganini ko'rib qapqini turdi. Mundaqmi ish bor deydi texi. Ha, javob berishmamdilar. Mirza Abu Bakrning dahshat yig'ib turgan ko'zlariga shundoqli qarab, bolaga qolganligini his qilishgan 4 amir darhol o'zlarini oqlashga kirishdi. Amirzodam Bakr mubolag'a qilyapti oliylari. Mirza Abu Bakri chiroyini o'zgartmay so'radi. Amirzodam mubolag'a qilayotgan bo'lsa, har birlaridan rostini anglab baqay. Rosti, dedi Mirza Sadriddin Qushchi tilini chaynab.
Amirzodam degandek uncha ko'p emas. Mirza Abo Bakri ifoda bildirmay turib oldi. Uning tikilib qarashlariga bardoshlik berolmagan amirlar rostini aytmay qutulolmaydiganligini his qilishdi. Biz ezibdimiz, gunohimizdan kechgaylar oliylar. Ularning mushu gapini kifoya qiladi. Mirza Abo Bakri ko'nglida enisiga qoyil bo'ldi. Ömer Mirzaning yomonligini ko'rmamdigan. U nada turib buncha ishlarni bilib olgandi. Men bo'lsam bexabar yuribdiman. Xazinani to'ldira olmay yursam, bular rostini o'zlarining yenini tomlabdi. Malayziya mahkamasida mush sababdan mansibdan qoldirilgan emasmidi bular? Bilib turib muhim xizmat qo'ygandikin o'zimga mos. Lekin shundoq qilmay nima amal? Ularga tayanmasam kimga tayinaman? Yorkent amirbeylarga texim ishengil bo'lmaydi. Ular fursat topsa, men osiylik qilishdan, marhum Mirza Yantoqbekning xun davosini qilishdan, Sar Amir Muhammad Haydar Mirzaga, hatto Sultan Yunus Xon oliylarga arz qilishdan yanmaydi. To'xta. Bu ishda hargiz oldiroqsizlik qilmay. Yorkentni qo'limga olganim bilan asosim puxta emas. Uning ustiga Xotanga lashkar tortish oldida turyapman. Bu ishlarni mushu 4 amirga tayinib vujudga chiqarmasam bo'lmaydi. Mirza Sadriddin Qushchining lashkarlar orasida inovati cho'ng. Av qolgan uchiningmi hukumat ishlarini bajarishda iqtidori bor. Bu ishni deb ularni jazolasam, o'zim yolg'iz qolmamdiman. Bu qarab turib o'zimning qontin o'zim yongdiganlik emasmi? Uning ustiga shul topda ularni jazolaydigan bo'lsam, boshqa amirlar Qashqardan birga kelgan amrolarga vafo qilmagan yerda bizga aslo vafo qilmaydi deb mendan texmi qochidi. Bo'pti. Hozircha bu ishlar salovat qilib etay. Shunda qilsam, ular menga texmi sadoqatman bo'ladi. Eshakda xizmat qiladi. Ular bu mol-mulklarni nagim ep ketalaydi. Hamon bir kuni tatib olaman desam, bir bahona sabab bilan tatib olalayman. Hozircha ular iyi bo'g'az tursin. Mirza Abo Bakri birdan muloyimlashib chiroyiga yolg'on kulki yugurdi. O'rinlardan turishsizlar. Turishsizlar deyman. Hech qaysilarining tiligidek gunohlari yo'q. 4 amir quloqlariga ishonmagan holda asta o'rinlardan turdi. Lekin yuragidagi tashvish, vahima texi tarqamagan edi. Oliylar marhamatlikdir, deyishdi ular ishonchsizlik bilan. Dargohimda farmonbardorchilik qilayotgan sadoqatman amirlarimning bunchalik mol-mulki bo'lsin nima bo'pti? Dedi Mirza Abo Bakri o'zini kang qo'saq mard ko'rsatishga tirishib. Ag'yorlarimiz, qaranglar, Mirza Abo Bakrining ordusidagi mahramlarning to'zikkina qasr saroylari yo'q ekan desa, yuzimizga sat emasmi? Bo'ldi. Bu ishlarni tilga olmaydi. Hozirgi muhim ish yig'ishga tegishlik boshchiliklarni tezroq yig'ish. Mirza Amin Qulbayning taklifi barhaq. Tashkiliy divon boshchiliklarga lashkar saplab bergan. Ular bugunli yo'lga chiqib boshchilik yig'ishga mang'ay. Yorliq, dedi u chiroyli surlik tus berib. Har qaysi yurtlarning baglari bir hafta ichida tavallikdagi ra'yatdan yig'ishga tegishlik boshchiliklarni to'liq yig'ib bo'lsin. Yig'olmasa o'zining shaxsiy xazinasidan topshirib turib, ra'yatdan oldirmay yig'ib olsin. Kimki susluq yoki sarkashlik qiladigan o'zini hapsga olib, mol-mulkini musodir qilinglar. Farmonbardormiz, deyishdi amirlar. Ko'z oldida yuz bergan bu ishdan Ömer Mirza yo yig'ilishini, yo kulishini bilmayli qolgan edi. U ajablangan holda aksiga qaradi. Ammo Mirza Abo Bakri go'yo yanada Ömer Mirza yo'qdek, 4 amirni fosh qilib aytgan so'zlarini anglamagandek o'ltiradi. U bu ishni qayta tilga ilishning ahamiyati yo'qligini his qildi. Og'am nemishqa ularga yo'l qo'ydigandir. Bunda qilsa ularning yurak teximi yo'g'inab, ra'iyatga hasilab zulm solmamdi. Mushimi adolat dargohi bo'ldimamdi. Ra'iyatmi odamku. Ularning qor yomg'irdan daldalangudek tuzuk olchiqning, qo'sqin to'yg'izgudek oshninining tayini yo'q. Bularning bo'lsa bir necha qasri, necha yuz tanaplab yeri bor. Kunlari bazmi barobarsiz o'tmaydi.
Alçuq degan kəpə degan so'zgan. Bu degan tuzkorluq, osiylik. Ahvoldan qaraganda Xotanga rostdan lashkar tortilgan o'xshaydi. Manglaysher amri tex rasmiy farmon tushirmagan tursa, o'z oldiga lashkar tortsa qandoq bo'ladi? Said Shirozi hazratlari zulm bilan oltin kumush yiqqandan xazinasiz ahvoling yaxshiroqdir degan ekan. Deydi Ömer Mirzo salmoqliq bilan. Xazinani zapas bilan to'ldirish albatta muhim. Lekin chakdan oshirib bosh seliq selish ra'iyatga vabolchilik olib keladi. Amirlarning burchi toj egisi bo'lmish xon oliylarining adolatini joriy qildirishdir. Ya'ni avomga adolat bilan muomala qilib, ularning mol-mulkini qo'g'dab, ko'nglini xotirjam qilishdan iboratdir. Adl adolatning homiysi bo'lmasa, mansab egalari ojizlarning halokatini keltirib chiqaradi. Natijada mamlakat vayronchilikqa yuzlanadi. Chunki kuchliklar bilan zaiflarning ma'ishatlari hamisha bir-biriga bog'lanishlik bo'ladi. Mirzo Babakri enasining so'zlarini anglab turaverishga ortiqcha toqat qilolmadi. Qabul tamom, janob amirlarga ijozat, dedi u Ömer Mirzoning so'zini bo'lib, das o'rnidan turib. Gardiniga chiqizargan Ömer Mirzo gapining oxirini yutib etishga majbur bo'ldi. U ko'zini yumib ochqichi bo'lgan oraliqda saroyda yolg'iz qolgan edi. U o'ltirgan joyida bir bas xiyol surib turgandan keyin asta o'rnidan qo'zg'aldi. Jahonbog'dagi quchoq yetkisiz chinorlar soy tashlab turgan ravaqda yonboshlab yotgan Mirzo Abubakri ko'zini yerim yumg'unicha allaqanday xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Biri oyoq tarafida, biri bosh tarafida o'ltirgan ikki xizmatkor uni to'xtamay yalp etdi. Yana ikki xizmatkor dasturxondagi yalimish, noz-ne'matlarning chivinini qo'riydi. Töven tarafda dasturxonni cho'ridab o'ltirgan Mirzo Sadriddin Qushchi, Mirzo Amin Qulbay, Mirzo Qosim Dog'lat, Mirzo Husaynbeylar Mirzo Abubakirning ko'nglini tutish uchun g'iljin qo'tollardek yejishib, bas-bas xushamat qilishardi. Xumorliq ishki sho'rvaslar oliylari, dedi Mirzo Qosim Dog'lat, tujuklab nashib esilgan naqshlik chilimchining qo'lidan tortib olib, Mirzo Abubakirga tanglab. Xumori tutib turgan Mirzo Abubakir qo'lini chilimga uzatdi. Uninggacha Mirzo Husaynbey darhol cho'g'dandan bir tal o'rik o'tunining cho'g'ini loqsigir bilan qisib elib, chilimning sayxonasiga avaylab soldi. Mirzo Abubakir begiz qo'li bilan chilimning to'shkini besib elib, kuchab sho'rashga boshladi. Chilimdan avval xo'rildigan ovoz chiqdi. Ondan daqiq o'tmayla chilimning sayxonasidan loppi yolqin ko'tarildi. Shu hamon Mirzo Abubakirning ma'dakdek yo'g'on qo'ng'ishirining to'shkidan ko'kish iz turilib chiqishga boshladi. Qarab turgan to'rt amir tomg'oqlariga jug'lashgan sho'lgaylarni g'urt qilib yutdi. Qo'llari qichishib, ko'zlariga yosh keldi. Ularning qattiq xumori tutib ketgan edi. Dedi chilimni sho'rab xumor besilgan Mirzo Abubakir hozirlangan holda. Beni xo'sh, qosirim xumorlarini besib elishsizlar, dedi u chilimni Mirzo Amin Qulbekka tanglab. To'rt amiri chilimni navbat bilan sho'rashga boshladi. Bu oraliqda chilimchi chilimga yana bir qitim nashi bosdi. Nasha Mirzo Abubakirni xiyli xushkayib qo'ygan edi. Ömer Mirzo tek kichik, boy qilgan gaplarni ko'nglariga elib ketmislar oliylar, dedi Mirzo Sadriddin Qushchi ehtiyotchanlik bilan Mirzo Abubakirning ko'nglidagini bilib beqish uchun. Mirzo Abubakir saroydan yenib chiqqandan keyin toki Jahonbog'ga kelguncha bir ig'izmi gap qilmagan edi. Har qachon uning chiroy ifodasiga qarab gap qilishga odatlangan bu to'rt amir uningga tasalli berishni niyat qilishgan bo'lsa-mu, lekin Ömer Mirzo bilan ikkisining bir tuqqan qarindosh ekanligini nazarga olib, ehtiyot qilib og'zini yumishgan edi.
Mana endi Mirza Ababekirning chiroyidagi xushxo'ylikni ko'rib, og'zini tatilashga jur'at qilishdi. Uni kichik degil bo'lmaydi, dedi Mirza Ababekir. Aslida uni ko'nglimga pukkan islom ro'yab qichqirishga ko'maklashar deb o'ylaganman. To'limi afsus. Mirza Ababekirning ko'nglidagini bilib olgan to'rt amirning qushqash tillari chiqib ketdi. O'z qayrindoshlarining muxolifatchilik fikrlarini qilishini kim o'ylagan deydilar oliylari? Dedi Sadriddin Qushchi. Aslida bundaq gaplarni og'ini ayrim o'ltirganda desa bo'ladi. Saroyda yana kelib shuncha ko'p amirlarni oldida degani nimasi? Al-haq, bu o'chqashlar qudratquliqdir, dedi Mirza Amin Qulbek. Endi uningdan ehtiyot qilsala bo'g'dak. Bir ish bor edi, 2 kundan beri oliylarga deymi, demaymi deb intangda qolgandim. Intang degan so'z tanqisliqda qolmoq, debdi Zahabda. Mirza Ababekir Mirza Qosim Do'g'latga loppada qaradi. Deyishga tegishli gap bo'lsa tillarini chaynamasala. Bu Ömer Mirzaga munosabatlik ish, dedi Mirza Qosim Do'g'lat g'ayratga kelib. His qilishimcha, Amirzodam Yorkentga maqsadlik kelgandek qiladi. Poylaqchilarimiz uning xufiyan holda Mirza Yantoqbekning istini surishti qilayotganligini sezib qopti. Mirza Ababekir Paryostiqqa yo'ligan yo'g'on bastini darhol tikladi. Mirza Qosim Do'g'latning so'zlari uningga ta'sir qilgan edi. Aytqanlar rostmi? So'radi Mirza Qosim Do'g'latning ko'ziga tikilib turib. Qilchilik yolg'oni yo'q oliylar, dedi Mirza Husaynbek Mirza Qosim Do'g'latning o'rnida javob berib. Kaminlarim ashundaq axborga erishdim. Undan boshqa bojgir muhtasiblarni ra'yatga ortiq seliq soldiyan deb adablabdi. Abduqodir Muhtasibbekning qo'lini sundirib yetibdi. Ra'yatni boj seliq topshirmaslikqa Qashqarga berib Ma'nay Suyar Amir Mahkamasiga arz berishga kuch tutdi. Mirza Yantoqbekning Yorkentda hukumat tutgan mezgilda Xotan mirzalari bilan xufiyani berish kelish, xat aloqa qilishmaganligini ordidagi ko'ni amirlardan surishtiribdi. Yana texi oliylari Yorkentga lashkar tortib kelganda Mirza Yantoqbekning qarshilik ko'rsatmaganligini ordi mahramlardan so'rabdi. Ular Ömer Mirza ustidan bas-bas shikoyat qiladi. Mirza Ababekirning chiroyi to'mirdek qaradab ketgan edi. Sharob shuncha ishongan enisining ostirdan qilib yurgan ishlarini anglab, Mirza Ababekir g'azabdan bo'g'ilib qolay deb qolgan edi. Uning ochiq kasi usab ketadigan odati borligini biladigan amirlar darhol jim bo'lishdi. Sharobchi oldirab tinab ko'zidan qo'shtishi jamg'a sharob quyib, oltin patnos bilan Mirza Ababekirga tutdi. Yana qo'y, dedi u qo'riqtalgan jamni patnosga taqqa qo'yib. Mirza Ababekirning enimning yomon gapini qilishdan deb g'azablangan o'xshaydi deb qudukstirgan to'rt amir loq-loq titirganicha yer upishdi. Bizni g'aybat qilyotdi deb tushungan bo'lsalar, tahqiqlab ko'ygaylar oliylar. Navoda so'zimiz yolg'on bo'lib qolsa, ming qatim o'lishga rozimiz. Janob amirlar zinhor besiramjon bo'lmasinlar, dedi Mirza Ababekir ularning tashvish chiqib turgan ko'zlariga qarab. Har qanday kishi biror mamlakatni tasarrufiga elib, avomni itoat qildirmoqchi bo'ladi ekan. Saltanat ishlarida qobiliyati bor xodimlarga muhtoj bo'ladi. Sizlar men uchun dal ashunda xodimlardandirsizlar. Barhaq, Ömer Mirza o'z qayrindishimdir. Ammo u ishlarimga to'sqinlik qilmoqchi bo'ladi ekan. Ostirdan qilmish atmishlarimga isbot to'plab, sar amirga, hatto Sulton Yunusxon oliylarga ma'lumot yo'llamoqchi bo'ladi ekan. Hargizmi qarindoshlik yuz xotirasini qilmayman. Amirlar qaytadan yengil nafas elishdi. Aslida bu ishlardan oliylarni vaqtida xabardor qilishni o'ylagan bo'lsaqmi, lekin on hazratimning qarindoshlik mehrini a'lo bilib,
Sözlerimizge pisand qilmasligidan, hatto bizni ayıp berishdan voyim yeb, eg'zi chiqib ketmagan edik. Dedi Mirza Sadirdan Qushchi. Ayni mudda, dedi boshqalarmi. Mirza Abubakri bu to'rt amirning yolg'on so'zlamaganligiga ishondi. Lekin enisining o'zini maxfiy tekshirayotganligini aqlga sig'dirolmayotdi. Onun nazarida Ömer Mirza to'lim yavaş, saltanat ishlariga ancha qiziqmaydigan, sodda, tolib mijoz bir yigit edi. Bularning ma'lumotlarining rostligini boy Ömer Mirzaning saroyda aytgan so'zlari isbotlab turibdi. Men tex uni saltanatga bo'lgan sadoqati tufaylidan oshundoq so'zlarni qilgan o'xshaydi deb o'ylagan ekanman. Aslida ish mundoq ekanda, mendek bir erinda yotgan og'zi bo'lishmoqda yo'q. Ostırtın peyimge düşkününü qarmandıgan bu kıspırışның. Aslida onun Yorkentki kelişimi maqsadlik ekanda. Ömer Mirzani Yorkentki Sar'amir Muhammad Haydar Mirza maqsadlik avatganda qiladi oliylar. Dedi Mirza Amin Qulbay. Hozir o'ylab baqsam, ol Sar'amirning oliylariga yozgan maktubimi mujmalla. Mirza Yantoqbaydan Yorkentni so'yib olganliklarini maqtagandek qilgan bilan Xotanga yurish qilishlariga ochiq bir nima demabdi. Bu tarafi to'limi gumonliq. Ko'maklashishga lashkar avatmaganning o'zila gumonlanganligini, ishonmaganligini bildirdi. Qashqardagi birodarlarimizning yetkazgan duoyi salomlardan qaraganda Sar'amir maktublarini topshirib olgan kunila Ömer Mirza Qashqardan g'oyib bo'lgan. Uning Yorkentga ketganligini ular bir necha kundan keyin ondan xabar topishibdi. Sar'amir bu xususda hech kimga bir narsa demabdi. Fahmimcha, buning tagida cho'qim bir gap bor. Ömer Mirzaning ahvolimizni xufiyona tantanlig'iga kelgani aniq. Har holda ogoh bo'lg'aylar. Kichikkina gumonliq ishlog'imiz sal qaramaydigan Mirza Abubakirga amirlarning bu so'zlari boshqacha ta'sir qildi. Enisiga ziyod ishinib ketganidan Muhammad Haydar Mirzani bir poch xat bilan oldab ketalayman deb o'ylaganidan cho'chchidi. Har birlarining ogohlantirganidan ko'p minnatdorman, dedi Mirza Abubakir. Rost, albatta ehtiyot qilmoq zarur. Paylaşçılar Ömer Mirza'nın her bir qadamini qaldırmay paylagay. Onun her qandaq iş ahvallardan to'liq xabardor bo'lgaymiz. Lashkariy hozirliklarni puxta ko'rishgaylar. Alloh xolisa pak yaqin Xotanga yurish qilamiz. Sar'amirning ijozatsiz Xotanga lashkar tassak, texmi gumonga sep qo'yarmizmikin? Dedi Sadirdan Qushchi. Bu ishlarga amalim bor. Sar'amirdan cho'qim farmon olamiz, dedi Mirza Abubakri ishonch bilan. Qani, ko'ngli totqanlar ishkach o'ltirsinlar. Mirza Abubakrining chiroyidagi xushxo'ylikni ko'rib, amirlarning putqo'liga qaytadan jon kirdi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.